Tog'a? Tog'a. Ye, jen tepani o'zi kakrassan kerak. Endi hovli ishlar ko'payib qoluvdi. Meni ko'rsangiz ish esingizga tushadi, tog'a. Shu dunyoda ish tugadi, lekin sizda uyingizdagi ish tugamadi hali lekin. Ya endi jen ish bo'ladi-da, ish bo'ladi. Endi dunyoni ishchalik bo'lmasa ham, endi shu mana ko'rib tursan, 3 gektar yerimga ozgina ish bor. Endi seni ko'rsam, o'zi esimga tushadi-da ish. Yozib bir kelib qolsan jiyan. Meni problemalarimni hal qilib bering, tog'a. Qancha ishingiz bo'lsa qilaman keyin. Yuring ichkari kiraylik, sovuq ekan ko'cha. Ha, yur qani, mayli. O'tirgan, qanaqa bo'lmayman bu o'zsan. Ye. Kontrakim bor edi, o'shanga yordam berib turasizmi deb keldim. Dadamdan pul so'radim, pulim yo'q edi. O'shanga sizni olishga keldim, tog'a. Ye, o'qiysanmi sen hali? Ha, o'qiyman-ku, tog'a. Qaysi kirgansan o'zi? Tog'a shu yil kirdimki, 52 ball bilan chigirtka shunoslikka. Shunaqa yo'nalish ham bor ekanmi? Nima qildi ekan yoqqa? Endi bizani fan chigirtkani ishlayapmizda, Xitoyga eksport qilamiz-da, tog'a. Yo, nima aynan chigirtka shunoslik? Bir bor edi-ki, yaxshi yo'nalishlar bor edi-ki, mana masalan, qurbaqa shunoslik bor edi. Bir tarakan shunoslik bor edi. O'shalarga kirmaysanmi? Ya, men o chigirtka shunosligiga to'la bermayman, jiyan. To'g'risi-da. Meni kontrakim to'lanmasa o'qimay qolib ketamanmi? O'qimagan ayoldan o'qimagan bola tug'iladimi? Ye, sen ayol kishi emassan-ki. Ha, endi xotinim ham o'qimaganmisa deyman-da, tog'a. Bu o'qiydigan chigirtka shunosligini tugatganingdan keyin kim bo'lasan sen? Nasib bo'lsa men uy bekasi bo'lmoqchiman, tog'a. Yo, bana bobom rot, yeding-ki sen tog'ang, yeding-ki. O'zingiz kim bo'lgansiz? Endi men jiyan dunyoning 8-mo'jizasi bo'laman. Ya qo'yur, mayli. Bu kubikni nima olib kelding o'zi? So'rayman deb esimdan chiqib ketdi boya. Rubik terishga boraman-ku, tog'a. Ye, hozir bitta ko'raylik qani, necha sekundga terasan o'zini? Dunyo rekordi 3 sekund, men 2 sekundga teraman. Bitta ko'raylik qani. Uni aralashtirib bering. Qani? Aralashyapti-ku o'zi bu. Maqani mencha tushunmayman-da buni. Terqan. Ye. Ye. O'tgan safar akasi mazasi bo'lmadi-ki, misol berganimga. Endi bu ketdi-ki. Siz har doim kech qolasiz. Kech qolgan kishining to'tan. Ha? Qora mushuk. 7 qadam orqaga yurmasa bir bexosiyat bo'ladi. Boriga, irimlaringizni qarang. Qayting, lekin 1 2 Asıl pul dolmayasın pul. Ye, choyga nima qo'lingiz tiqasiz? Asıl pul dolmayasın. Piyola to'la pul bo'lsa, sizga plan kerak emasmi deyman. Bering o'zim olaman. Ye, torting qo'lingizni. Shu irimlardan tugamadi-da sizda. Shu irimni ketdan o'lib ketmasangiz ham bo'ldi. Qanaqa irim? Men irim qilmagan odamman umrim davomida. Ayting qamta Asilbek. Ha, qani ilohim. Ye, torting. Ha, yana nima bo'ldi? Shu ketishingiz og'ir bo'ldi-da sizda. Eshitmagansiz Asilbek? Duo o'qiguncha pichoq bo'lmaydi. Kesadi-da bu, olib qo'yish kerakmi? Qani ayting, ilohim. Shu irim qilishingizga shu pichoq oxiri sizni kesadi-yo. Hamma ko'nglingizga olmang. Asilbek, men qaytardim sekin bo'lmasa. To'xtadi. Ha, Doktor tanishardi. nima? Shu boya choyga qo'lingiz tiqqanidan beri jiddiy maza bo'lmayapti-da. Ye, issig'iz yo'qmi sizda? Kinna kirib. Uni birdan qaytarib qilib yuborish kerak. Tanishlaringiz bormi? Bor tanishim, qo'shni mahalla, mastura kinnachi deydi. Olib borsam chotga qaytarib qilib beradi. Foydasi bo'ladimi? O'ylar, men o'zim shunga borganman. Ketdi yering ko'rsam. To'xtash. Ha? O'ng oyoq bilan chiqdingmi? Bilmadim lekin. Qarang lekin, o'ng oyoq bilan chiqish kerak. O'zi yuvdingizmi? Nimani? Qo'lingizdami deyman-da. Endi oshib tushdi lekin. Ye, tomga tushdimi? Ana ko'rdingizmi? Chiqqaningizdan palakatda. Yuvmay chiqqan ekansiz aytavermaysizmi?